Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, sinov qo'yganmiz. Moshada stuk bor. Motor ishlashda muammo yo'q. Xo'p. Bir yo'qolib qolyapti. Bo'ldi o'chiramiz. Stok bir paydo bo'lyapti. Kirishgani yechinglar-da. Men endi buni aybini ko'rsatib o'taman, xudo xolisa, ko'pchilikka manfaatli bo'lish uchun. Videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosib qo'ying, chunki 3 marta raspredval almashgan. Men o'zim ham lично raspredval almashtirdim birinchi ovozini eshitib. Mendan oldin alishtirishganda Xitoy raspredval qo'yishgan, Xitoy Klochov qo'yishgan. Unda o'sha bitta shaykasida iznos borligi uchun men aytdim, bu konkretniy raspredvalniki dedim. Hozir men sizlarga mana причина. Xo'p. Отвертка beringlar. Bo'laveradi mana. Telefonni qimirlatmay ushlab olarsam. To'xtab, mashq holatda ushla. Ushla mashq holatda. Fiksировать ko'rdimmi? Yo'lki ashini ushla. Mana короче o'ynayapti klapan. Пружина. Серьезный o'ynayapti. Bunda yo направляющийda problema или boshqa narsada. Ish qilib головкада muammo. Endi bu tomondan olgin-da. Mana. Bu raspredvalni o'sha taqsimlovchi joyi tepaga qarab turibdi, lekin bu degani mana muammo bo'lmasa короче на пустую ishlamaslik kerak. Mana luft yo'q. Mana unda серьезный luft. Raspredval bosilib turganda ham mana luft серьезный bo'lyapti-da. Ochib, xudo xolasa, mashinani qilib, muammosini yechib, yana bitta istoriya или reelsga joylayman. Video kimgadir manfaatli bo'lishi uchun like bosib, naqsimlaydigan do'stlaringizga ulashib qo'ying. Xudo xolasa, головкасini yechib oldik mana. Головкadagi muammo mana. Направляющий хана. Стоп. Shu mana shu boyaga chiqayotgan stokni головкani aylantiringlar-da. O'shaning uchun головка qo'yayotganda to'liq hammasini ko'rib толкатель tushdi. Professionalni bu короче o'zini mana ushlab turdi. Mana shu holatda ushlab tur. Bizga chiqayotgan stokka o'zi mana. Luft. Qanchalik darajada o'ynayapti. Raspredvalni o'rniga ham shu muammo bo'lgan, xudo xolasa mashinada. Buni normalniy qilamiz. Xudo xolasa mashinani muammosi hal bo'ladi. Направляющийsini ko'ringlar.
Va nihoyat Nexia golovkamiz ham xudo xolasa tayyor bo'ldi. Polni kapitalni remont qildik. Xo'p. Juft bo'lmaydi mana. Shu raspredvalni ovoziga o'xshab chiqayotgan ovoz направляющийdan bo'ldi, aybi. Endi sborkasini qilib, cho'tki qilib bir yig'ishtirib yurgizib ko'ramiz. Xudo xolasa golovkalarni ham polni sborkasini qilib yig'ib oldik. Endi chiroyli qilib endi xudo xolasa cho'tki qilib zapusк qilsak, hali muammosiz qilib cho'tki bo'ladi xudo xolasa. Bo'ldi? Germetkini beringlar-da. Shuni germetki bor. Mana xudo xolasa golovkalarimizni qo'yib, cho'tki qilib sborkasini qo'yib oldik. Ha, endi nasib bo'lsa antifrizini qo'yib, o't beramiz. Bismillah. Benzin trubkasi ulanmabdi. Походу. Да. Ko'rib turibsizlar, obratga ulanmagan, o'z obratini ulaymiz. Xudo xolasa yarim kaltga yurdi. Ovozga ahamiyat berasizlar. Raspredvalda taqillagan ovoz seryozni bor edi. Xo'p. Направляющий втулка Xitoykini qo'yilgan, ishqilib brak направляющий втулка qo'yilgan hisobiga klapan yonga o'ynagan. Bu ovoz как раз raspredval o'lgani singari bir paydo bo'lib, ba'zida bir yo'qolib qoladi, bilasizlar. Raspredvalda agar ovoz bo'ladigan bo'lsa, u ovoz yo'qolmaslik kerak umuman. Afsuski bu mashinada ovoz yo'qolgan, bir yo'qolib bir paydo bo'lgan. Buni xullas ikkita servisda raspredval qo'yishgan. Vaholanki biz ham raspredval qo'ydik. Chunki klapan yoki направляющий втулкаga ayb qo'yishdan biz ozgincha yiroq bo'ldik. Sababi mashina 1-1,5 oy oldin motor qilingan bo'lgan. 1-1,5 oy oldin motor qilingan bo'lgan. Endi mashina egasi aytayaptiki, mashina o'sha 1,5 oy, 1,5 oy, 2 oy bo'lib bo'lmadi, motor qilindi deyapti. Endi ayb kimda? Golovkani remont qilmaganmikin deb menga savol beryaptilar. Endi men bu narsani ustiga ham ayb qo'ymoqchi emasman. Bilmayman. Chunki yangi motor qilib 10 minut yurgizib turib, qaytarib ochsa ham o'sha bir marta qizib sovigandan keyin detal рабочийga aylanadi. Shuning uchun iloji boricha e'tiborliroq, ustalarga tavsiyam e'tiborliroq ish qilish, shofirlarga tavsiyam shuni o'zini qilib turaver. Mani pulim sal ozroq edi, ish qilib shunga o'xshagan gaplarni gapirmasayni, mashinani shunaqa двойной расход bo'lmaydi.
Bittada professionalniy ish bitadi, xudo xolasa. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar.